Assalomu alaykum. Uzoq tanafusdan so'ng yana sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bizni esdan chiqarib yubormadingiz degan umiddamiz. Bugun gaplashadigan mavzularimiz juda ko'p. Ulardan asosiy 3 tasi haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi navbatda men o'zim haqimda va men kimligim va shu kungacha nimaga aynan shu videolarni olishni boshlaganligim haqimda. Ikkinchisi, bizni hozirgi chalg'ituvchi dunyoda fokusimizni qanday saqlashimiz kerakligi haqida bo'lib o'tadi. Uchinchisida esa sizlarga bu sir bo'lib qolsa, uchinchisi bu o'tayam sizni hayotingizga, rivojlanishingizga va maqsadlaringizga erishishda zo'r ko'nikma bo'ladigan usul haqida gaplashib o'tamiz. Ushbu videoni ko'rayotgan 90% odam aniq bu videoni oxirigacha ko'rmaydi. 12-15 sekunddan so'ng chiqib ketadi yoki boshqa videoga o'tib ketadi. Bu videoni olishdan yoki shunga o'xshash bo'lgan yana uzun videolar olishdan maqsad ham men o'zimda uzun videolarga gapira olish ko'nikmasini shakllantirish. Ya'ni qisqa qilib aytsak, sabrimizni sinash hisoblanadi. Hozirgi vaqtda qisqa shorts va kichkinagina video rolikchalarni ko'rish oqibatida bizda chalg'ishlar yoki bo'lmasam fokusimizni bitta joyga aniq jamlay olmaslik muammolar tug'ilmoqda. Va men aynan xuddi shu muammolarni o'zimdan bartaraf etish maqsadida uzun videolarni 10-15 daqiqalik videolarni olishni yo'lga qo'ydim. Bundan birinchi maqsad o'zimda ushbu videolarga sabrli ko'nikmasini shakllantirish bo'lsa, ikkinchisi o'zimdagi chalg'ituvchi narsalardan o'zimni chalg'itmasdan fokusni bir joyga saqlash hisoblanadi. O'zim haqimda qisqacha gapiradigan bo'lsam, ushbu videoni kuzatayotgan ayrim obunachilar o'zimning o'quvchilarim. Ular meni kim ekanligimni yaxshi bilishadi va qolgan obunachilarga tanishtirib o'tadigan bo'lsam, men o'qituvchiman, ya'ni pedagog. Soham biologiya fan o'qituvchisi. 4 yildan beri xususiy maktabda dars berib kelaman. Bu videolarni olishdan birinchi navbatda o'zimga qo'ygan maqsadim hozirgi kunda juda ham ko'plab olinayotgan video podkastlarning darajasiga chiqish emas, balki o'zimda mana shu videolarda uzun videolarga gapira olish ko'nikmasini shakllantirish, ya'ni sabrimni oshirish maqsadida deb aytdim yuqorida. Bundan maqsad shuki, bundan keyin ko'ruvchi obunachilarga yoki bo'lmasa men o'quvchilarimga shaxsan o'zim bilgan, o'qigan va ulashmoqchi bo'lgan yaxshi bilim va ko'nikmalarni olib borish hisoblanadi. Xo'p, fokusni saqlash haqida gaplashadigan bo'lsak, o'zimda yaqinda qilgan tajribani misol keltirishim mumkin. Men turk tilini o'rganyapman, ya'ni magistraturaga kirish maqsadida, ya'ni bugun 20-aprel bo'ladigan bo'lsa, mana ro'parasi 20 kun bo'ldi ushbu turk tilini o'rganishni boshlaganimga va hozirgi kunda A2 darajani tugatdim. Bu turk tilini o'rganishdan oldin men o'zimda qanday ko'nikmani shakllantirdim, ya'ni ushbu tilni o'rganishga qanday o'zimdagi fokusni qaratganligini aytadigan bo'lsam, va bu sizda qolgan narsalarni yoki fanlarni qaysidir tilni o'rganishda ham qo'l kelishi mumkin. Birinchi navbatda bizni chalg'ituvchi vositalardan cheklanishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni nimalardan? Bizni nima chalg'itishini birinchi navbatda aniqlab olamiz. Misol uchun shaxsan men o'zimni telefon va undagi ijtimoiy tarmoqlar, ortiqcha o'yin kulgular yoki bo'lmasam do'stlar bilan yig'ilish davralari o'rtasida bo'lgan munosabatlar chalg'itayotgan bo'lganda, shuni yo'qotish maqsadida o'zimda telefonimda taftish ishlarini olib bordim. Ya'ni qanday? O'zim uchun kerakli bo'lgan ikkitagina kanalni saqlab qoldim Telegram sahifasida va o'zim uchun kerak bo'lgan ikkitagina gruppani saqlab qoldim va ortiqcha kontaktlarni ham o'chirib tashladim. Ya'ni Telegram ijtimoiy tarmog'iga kiradigan bo'lsam, turli xil xabarlar kelish hisobiga men fokusni chalib qolishim va e'tiborimni diqqat markazida bo'lgan mavzudan chetda qolib ketishi mumkin. Shuning uchun aynan o'sha mavzuga fokusni saqlash maqsadida meni chalg'ituvchi kanal va gruppalardan chiqib ketdim va butkul tozaladim. Bu ishni YouTube kanallarida ham, Instagram kanallarida ham olib borish mumkin va butkul Instagram sahifamni o'chirib tashladim. YouTube'ga esa timer qo'yib qo'ydim, bor yo'g'i 10 daqiqaga. 10 daqiqadan so'ng esa YouTube o'z-o'zidan bloklanib qolishi yoki yopilib qolish hisobiga men video kontentlarni ko'ra olmasligim mumkin. Bu ish orqali men faqatgina o'zimni oldinga qo'ygan maqsadimga fokusni qaratishim kerakligini bildiradi. Bu nima degani? O'ylab ko'radigan bo'lsak, biz atrofda chalg'ituvchi muammolar juda ko'p. Aynan mana shu muammolarni birma-bir yechish oqibatida bizni faqatgina bitta maqsadga fikrimiz, fokusimiz qaralgan bo'ladi va unga yetishimiz oson bo'ladi. Buni bir jilg'a misol tushuntirishimiz mumkin. Bizni bog'imizda 8 ta agat bor. 8 ta agatlarni sug'orish maqsadida
birdaniga suv olib keladigan bo'lsak, 8 tadek suv tarqalish hisobiga kam yetib borishi mumkin. Lekin bitta suvni sug'oradigan bo'lsak, uning natijasi zo'r bo'ladi. Shunday xulosa qiladigan bo'lsak, biz o'zimizni chalg'itayotgan narsalardan birinchi navbatda topib olishimiz kerak va ulardan qutulishimiz kerak. Butkul siz o'zingizdagi ijtimoiy tarmoqlarni, chalg'ituvchi narsalarni, o'yin kulgularni yig'ishtirib tashlasangiz, sizni maqsadga qaratiladigan intilishingiz yanada kuchayishi mumkin bo'ladi. Uchinchi holatda ikkita narsani olib ko'rishimiz mumkin. Birinchisi uzun va qisqa videolar, ikkinchisi uzun va qisqa yozuv matnlarini o'qish. Bularni bir-biridan farqlashda birinchi navbatda videolarga to'xtaladigan bo'lsak, uzun va qisqa videolar. Bularning bir-biridan qanday farqi bor? Qisqa videolar bor yo'g'i 1 daqiqagacha bo'lishi mumkin. Uzun videolar o'z navbatida soatlab bo'lishi mumkin. Endi biz qisqa videolarni doimiy ravishda ko'rib boradigan bo'lsak, o'zimizda miyamizdagi fikrlarni va diqqatni chaqlashiga olib keladi. Ya'ni turli xil mavzulardagi kontentlarni o'ziga olgan qisqa videolarni tinmasdan ko'rishimiz oqibatida bizdagi har bir mavzuga nisbatan hissiyotlarimiz qo'zg'alishi hisobiga turli xil o'zgarishlar yuzaga keladi. Misol uchun oladigan bo'lsak, bir soatda siz 1 daqiqadan aytaylik 50 tacha 55 tacha o'rtacha miqdorda siz qisqa shortslarni ko'rdingiz va xuddi shuncha marta 50-55 marta sizda turli xil hissiy o'zgarishlar va ularga javob reaksiyalar uyg'ondi. Endi miyamizda bo'ladigan har xil mavzularga nisbatan qo'zg'alishlar oqibatida bizda fikrlarni bir joyga jamlay olmaslik, ya'ni diqqatimizni chalg'ishi sabab bo'ladi. Uzun videolarni ko'radigan bo'lsak, 1 soat yoki 2 soatlarda o'rtacha miqdorda bitta videoni tomosha qilishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun oladigan bo'lsak, podkastlarni. Hozirgi kunda juda ko'p insonlar podkast olmoqda, ammo ularning kuzatuvchilari kamligi hisobiga ushbu podkastlarning yuqoriga chiqishi to'xtab qolgan. Shortslarni ko'rish esa juda ham ko'payib ketgan. Hech qanday 1 daqiqa ichida sizga foydali bo'ladigan mavzulardagi roliklar kam chiqadi. Asosan u insonlardagi eyforik gormonlar hissini uyg'otish maqsadida olinadigan kontentlar hisoblanadi. Uzun videolarda esa bunday emas. U yerda sizga qandaydir ma'lumotni yetkazish maqsadida bo'ladi va ana shu qisqa videolarni ko'rishingiz oqibatida sizda sabr degan tushuncha yo'qolib ketib, uzun videolarni ko'ra olmasligingiz mumkin. Unga sabringiz yetmaydi. O'tkazib oxirini asosiy maqsadini ko'rishingizga yoki treylerni ko'rib qo'yishingizga olib keladi. Endi ikkinchi holatda qisqa va uzun yozuvlarga to'xtaladigan bo'lsak, qisqa yozuvni yozish uzun yozuvni yozishdan ko'ra qiyinroq hisoblanadi. Nima uchun? Aytaylik, siz o'zingizni uyingizni 50 ta gapda tushuntirib bering, qanday tuzilganligi, qanday ta'sirlanganligini yoki 3 dona so'z bilan qanday tuzilganligini ta'sirlab bering degan savol o'rtaga tashlandi. Siz o'zingiz yashab turgan uyni 3 ta so'z yordamida tushuntirib bera olasizmi yoki 50 ta gaplar orqali ta'sirlab bera olasizmi? Qaysi bir oson? Albatta 50 ta gapdan iborat bo'lgan so'zlar ishtirokida uyingizni ta'sirlab berish osonroq hisoblanadi. Nima uchun? U yerda siz turli xil so'zlardan foydalangan holatda oson tushuntirib berasiz. Shunday ekan, yozuvlarda teskarisi videolarga nisbatan biz yozayotgan narsamizda qisqa so'zlarni, ya'ni qisqa jumlalarni yozishimiz qiyinroq bo'ladi. Uzun so'zlarni, matnlarni yozishimiz esa osonroq bo'ladi. Bu nima degani? Hozirgi yuqorida aytgan fikrim, ya'ni biz o'zimizni fikrimizni ifodalashimizda ko'p so'zlardan foydalanishimiz osonroq, yoritib berishimiz qisqa so'zlardan esa qiyinroq bo'ladi. Shunday jumlalarga bir misol oladigan bo'lsak, buyuk shaxslardan qoladigan iqtiboslarni, ularni butun boshli kitoblarini o'qib chiqib, ularning atiga 5 yoki 6 tagina iqtiboslarni olish mumkin bo'ladi. Iqtiboslar o'sha buyuk katta olimlarning kitoblarini aynan qaysi mavzu ekanligini bemalol yoritib bera oladi. Yana to'xtaladigan bo'lsak, biz o'z fikrlarimizni doimiy ravishda yozib borishimiz kerak bo'ladi. U xoh xato, xoh qisqa yoki uzun bo'lishidan qat'iy nazar, asosiysi bizda qisqa so'zlar orqali o'zimizdagi tafakkurimizni, o'ylarimizni yoritib bera olish bo'lishi kerak bo'ladi. Video yakunida shuni aytadigan bo'lsam, kimdir hozir shu videoni oxirigacha ko'rib keldi, kimdir yana boshida aytganidek 10 sekunddan so'ng o'tkazib yubordi. Bu yerda yana o'sha holat o'zimizni fokusimizni va sabrimizni sinash hisoblanadi. Tabiiyki, kimdirlaringiz ushbu videodagi aytilgan so'zlarga, fikrlarga, gaplarga tushunmagan bo'lishingiz mumkin. Bu tabiiy holat. Sababi men professional darajadagi video oladigan inson emasman. Shunchaki o'zimni, sabrimni va fokusimni videoga qarab gapira olish xususiyatimni shakllantirish hisoblanadi. Videoni kuzatishda davom eting. Sizdan iltimos qilib qolamiz. Xudo xohlasa yangi
yangi kontentlar chiqadi degan umiddamiz. Sog' bo'lasizlar, ko'rishguncha.